Elektromobili borlar sizlar uchun ko'ryapsizlar, shitni yonini olib kelib qo'ydik. Ko'pchilik buni qimmat deb o'ylargan, o'shaning uchun oddiy shitlarni olib foydalanishar ekan. Lekin men sizlarga bitta gap aytaman. Bundan olgan effektni undan aniq ola olmaysiz. Hozir asoslab beraman. Mana ichki qismini ko'rsataman. Bu shitimiz germetichlik qilib ishlangan. Bunisidan chelaklab suv quyib yuboradigan bo'lsangiz ham ichiga umuman suv o'tkazmaydi. Oddiysini bilasiz, suv putayib ketadigan bo'lsa, oqibatini aytishimga ham hojat yo'q. Ikkinchi qulaylik keladigan bo'lsangiz, mana men bu yerda zaratchiga deysizmi, shotchiga deysizmi, xullas nima balobatlar aksessuari bo'ladigan bo'lsa, hammasi shotga ketadi. Pistoleti men bu yerda alohida turadi. Undan tashqari, yon tarafida axlajlash kunlar uchun spetsialniy joy tashab ketilgan. Xullas juda ham idealniy qilib sizlar uchun ishlangan. Mana men bu yerda ko'ryapsizlar, kodli bo'ladi. Mana akkuratniy qilib ishlangan, kodi bor. Sizlardan boshqa hech kim ochib ham ishlata olmaydi, olib borib bosib yuboradigan joyi. Endi buni bo'yiga keladigan bo'lsa 70, eniga bo'lsa 60. Buni istalgan razmerini topsanglar bo'ladi. Undan tashqari buni ichiga ketadigan aksessuarlarning hammasi do'konimizda sizlar uchun mavjud. Endi buni narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada narx so'zini yozib qoldiradigan bo'lsanglar, sizlarni direktivlarga jo'natib qo'yamiz. Qayerdan topishni bilmay boshinglar olib yurgan bo'lsa, albatta Elistroydan topsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Do'konlarimizni eslatib o'tamiz. Chinoz shahar Dehqon bozorining yonginasida joylashgan Elistroyga kelaverasizlar. Sizlar uchun mana bunaqa shitlarni yomonlarini olib kelib qo'yganmiz.